Va endi bitta qo'shiq uchun shuncha janjali ota bola qo'ziqxona ya. Kimdir ustidan yozgan, yana kimdir jarimaga tiqqan. Avtorskiy mualliflik huquqim nima keragi bor? Ali Niyazmetov ham, Manzura ham, o'sha Murat Yo'ldashev ham, Oybek Kaver ham hammasi chiroyli chiqqan qo'shiq aytganda. Hammani o'ziga yarasha uslubida qo'shiq juda ham chiroyli yangragan. Nima keragi bor bitta qo'shiq uchun shuncha janjal, bir-birlarini yomon ko'rib, janjallashib, dushman bo'lib o'lib ketsin bitta qo'shiq ekan-ku. Avvalo kimdir qo'shig'ini kimdir aytayaptimi, demak yaxshi ko'rganidan, shu qo'shiqda juda ham sevib tinglab, aytgisi kelganidan aytadi-da. Nima kerak? San'atkorlar bir-birlar bilan chiroyli gaplashib, hammaga o'rnak bo'lishdan o'rniga bir-birlarni ustidan yozib, eng achinarlisi bilasizlarmi nima? Oxirgi paytlarda shu erkaklar shu mualliflik huquqi, avtorskiy huquqlarini deb bir-biri bilan sudlashib janjallashyapti. Tan beraman, Yulduz Usmonova, Manzura, Firuza Jumaniyozova, ularning qo'shiqlarida qancha odamlar, ayollar, erkaklar aytganda, birontasi jalba qilmagan. Ayollar yozib, chizib, sudga berib, avtorskiy mualliflik huquqim, mayli, pожалуйста, marhamat deyishgan. Nima kerak bor? Erkaklarda ko'p uchrayapti, eng afsuslanarli, eng uyatlisi. Avtorskiy huquqim, mualliflik huquqim, ya qo'shiq aytmanglar, bunaqa bosh og'riq bo'ladigan bo'lsa, baraka topib ko'rlar. Aytmay qo'yaveringlar. Qo'yinglar endi bitta zo'r qo'shiq chiqarib qo'ysanglar endi 10 yilda bir marta endi uni ham mualliflik huquqim bermayman, yozaman, chizaman. San'atkorga bu yarashmaydi. Bu meni shaxsiy fikrim. Nima qilib aytsa, nima bo'pti? Sizning qo'shig'ingiz yana ham ommalashadi-ku. Siz baribir avtor bo'lib qolaverasiz. Shunga shuncha janjalmi?